Assalomu alaykum hammalarga, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan oddiy mazali go'shtli non tayyorlaymiz. Birinchi unimizni elab olamiz. Unni ko'p kam qilish, oilalarni katta kichigiga qarab tayyorlayverasizlar. Men 800 gram un ishlatdim. Yaxshi sifatli undan ishlatinglar. Iliq sutimizga iliq suvimizni solamiz. Juda issiq bo'lmasin. 2 choy qoshiq tuz solamiz. Choy qoshig'im unchalik katta emas. 1,5 choy qoshiq shakar solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Unimizni o'rtasini ochib, sutimizni solamiz. Bir choy qoshiq quruq dro'jja ishlatdim. Sut bilan dro'jjani yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Erishi kerak chunki. 2 osh qoshiq sariyog' sovardim. Videosi tushmay qolibdi sovutganim. Xamir qorishi boshlaymiz. Xamir o'rtacha yumshoqlikda bo'ladi. Juda ham qattiq emas, juda ham yumshoq emas. Sal jonliroq xamir qilinadi. Xamirni yaxshilab mushlaymiz. Mushlaganimizdan keyin ustiga selofan yopib, sochiq yopamiz. Yaxshilab havo kirmaydigan qilib 1 soatga qo'yib qo'yamiz oshishga. Qiymasini tayyorlab olamiz xamirimiz oshguncha. Qiyma, piyoz, zira, murch ishlatdim. 250 gram qiyma bilan mayda to'g'ralgan piyoz qo'shdim. Ustiga zira, murch sepdim. Boshqa ziravor ishlatilmaydi. Tuz soldim. Piyozni xohlasanglar kamroq solishingiz mumkin yoki go'shtni to'g'rab solsanglar ham bo'ladi mayda qilib. Qiyma bo'lishi shart emas. Bizni piyozli xohlaganimiz uchun piyozni ko'proq soldim. Xamirimiz oshib chiqdi. Xamir oshgandan keyin tog'orachidan olib zuvala qilishni boshlaymiz. Beshta qismga bo'lib oldim. 5 ta zuvalaga. Xamirimizni har bittasini yaxshilab zuvala qilib chiqamiz. Xuddi uyimizda qanaqa nonga zuvala qilsak, xuddi shunaqa bunga ham zuvala qilamiz. Ustiga selofan yopib 10 minut tindirib qo'yamiz buni. Ozgina un sepib, juda ham ko'p emas, ozginadan un sepib, jovada xamirimizni kattaroq qilib yoyib olamiz. Juda ham yuqa qilib yoyib olmaymiz. Sal qalinroq bo'lishi kerak. Juda ham yuqa bo'lishi shart emas. Ustiga yumshoq erib turgan sariyog' yoki margarin surishingiz mumkin. Hamma yog'iga bir tekis solib olib, endi qiymamizni solamiz. Qiymamizni ham 4 dan 1 qismiga solmasdan, qolgan 3 qismiga qiymani solamiz xamirimizni. Sekin-sekin xamirimizni bir chekkasidan o'rashni boshlaymiz. Qiyma tarafidan unaqa zich qilmasdan bemalol qilib o'raveramiz xamirimizni. Ozgina joyi qolgandan keyin kesib olamiz. 2 sm atrofida kesdim. O'rab, aylantirib, ikkita uchini bir-biriga ulab qo'yamiz. Hammasini shunaqa qilib yoyib, sariyog'lab, qiyma solib o'rab chiqamiz. Xohlasanglar go'shtni to'g'rab, maydaroq qilib to'g'rab solishingiz mumkin. Xohlamaganlar piyoz solmasligi ham mumkin. Men piyozli yaxshi ko'raman, shuning uchun piyoz ko'proq soldim. Yumshoq chiqadi, mazali chiqadi. Hammasini shunaqa tugib olamiz. Mana ko'rganinglardek, juda ham oson ham to'yimli. Ovqatni o'rnini bemalol bosadi. Masalan, saharliklarga tayyorlasanglar ham. Endi ustiga tuxumga ozgina sut qo'shib surdim. Xohlasanglar tuxumni o'zini surishingiz mumkin. Farqi yo'q. Yaxshilab hamma yoqlarga aylantirib, tekkizib surib chiqamiz.
Ustiga kunjut bilan sedana sepdim. Birinchi kunjut sepib, keyin ozgina sedana ham sepib yubordim, qora sedana. Qora sedana bilan ham xushbo'y bo'ladi, non juda ham mazali bo'ladi. Duxovkamizga 200 gradus, 220 gradusga 40-45 minutda pishirib olamiz. Mana nonlarimiz tayyor. Go'shtli nonlarimiz juda ham chiroyli, mazali chiqadi. Xohlasanglar issig'ida yeyish juda ham mazali. Mana ichlari ham pishib, yumshoqqina chiqadi. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.